Assalomu alaykum, hurmatli obunachim. Sizni bu videoyimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Inshaalloh siz bugungi darsligimizdan qanaqa qilib content reja tuzish va contentga qatdan g'oyalar olish haqida bilib olasiz va sizni agar Instagramga nima qo'yishni bilmayapman, qanaqa content qilsamikin, g'oyam yetishmayapti, nima qilishni, qatdan boshlashni, nima bilan tugatishni bilmayapman degan savollar qiynayotgan bo'lsa, inshaalloh shu dars oxiriga sizni bunaqa savollar boshqa qiynamaydi va siz content reja tuzish va kontentga g'oya olishni o'rganib olasiz. Xo'p, bugungi bizani 3 ta ko'rib chiqadigan masalamiz bor. Birinchisi albatta kontentga qatdan g'oya olaman. O'sha narsani ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi kontentni turlarini ko'rib chiqamiz. 3 ta muhim turi bor. O'shalarni albatta sizlar olib borishingiz kerak va uchinchisi kontent syomkasi, uni reja qilishi va kontentga g'oyalarni saqlash. Mana shu 3 ta narsani ko'rib chiqamiz. Ham oxirida sizlarni katta bonus kutyapti. O'shaning uchun darsni oxirigacha ko'rishinglarni maslahat beraman. Men o'zi kimman va nimaga meni eshitishingiz kerak? Meni ismim Risolat Umidovna. Men 7 yillik tajribaga ega Instagram yurg'izish bo'yicha mutaxassisman va shu kungacha 3000 tadan oshiq o'quvchilarga Instagramni to'g'ri yurg'izishni o'rgatib, shu orqali katta daromad qilishligiga sababchi bo'lib kelyapman. To'g'risini aytaman, 2014-yil Instagramda ish boshlagan bo'lsam, umumiy hisobda 11 yildan beri Instagram sohasida yurgan ekanman. Juda ham ko'p ishlar qilib ko'rganman. Uy ham sotganman, dori-darmon ham sotganman, kiyim ishlab chiqazganman, kiyim-kechak ham sotganman. Juda ko'p ishlar qilib ko'rganman va bu bizneslarimni hamma asosi albatta Instagram bo'lgan. Asosiy Instagramdan sotuv qilganman, Instagramdan mijoz topganman. O'shaning uchun aynan Instagramda o'zi biznes qilish, pul topish bo'yicha juda ham bilimim, tajribam katta. O'zimni shaxsiy blogimni yurg'izib, shu orqali daromad qilayotganimga aynan 7 yil bo'ldi. Bozordagi juda ko'p top mutaxassislarni ssenarist, stories maker, progrevchisi bo'lganman. O'zi tegi stories maker ssenaristman va juda ko'p bozorda sizlar taniydigan mutaxassislarga ssenariylar yozib, ularni juda katta daromadga chiqishligiga sababchi bo'lganman. Bir nechtasini sizga ko'rsatamiz. Hozir tanisangiz kerak: Shahruza Rustamovna, Alimay Bekovna, Go'zal Karamatova, Aziza Ziyayeva, Umida Kadri, shunga o'xshash juda ko'p bozordagi o'zini top mutaxassisligiga ega bo'lgan ekspertlarni ssenaristi bo'lganman. Shu kungacha $957 ming daromad qilishga umumiy hisobda sababchi bo'lganman. O'zimni ham asosiy ish joyim, asosiy daromad manbaim Instagram va hozirgi kunda уже kompaniya qurish darajasiga chiqyapmiz va sekin joylar oldik, ofisimiz bor. Markazdan boshida birinchi ofis olgan edik, hozir 3 ta ofisimiz bor. Qo'limda 20 tadan oshiq ishchi shtatda bilan ishlaydi, offlayn ishlaymiz. Jamoa yig'ib, ularni boshqarib, katta natijalar qilyapmiz. Shu kungacha juda ko'p loyihalar qilganman. O'zimni mualliflik kurslarim ham ko'p bo'lgan. Hozirda 3 ta основной mualliflik kursim bor. Birinchisi Rivan mini kurs, stories making va biografiya haqida. Ikkinchisi Rivan Stars katta kursim, flagmanskiy 2,5 oy davomida bo'ladi. Noldan Instagramni chuqur o'rgatib, Instagramdan daromad qilishligiga sababchi bo'ladigan kursim va Rivan Pro mentorlik dasturim bor. U yerda offlayn o'zim 30 ta o'quvchini yig'ib, birga bir ishlab o'rgataman, o'qitaman. U ham bor. U yerda endi asosan darajasi bor va darajasini o'stirish uchun keladiganlarni o'qitaman. Aytganimdek, shu kungacha 3000 tadan oshiq o'quvchilarga bilim berib, ma'lumot berib, ularni yaxshi hayotga o'tishligiga sababchi bo'lib kelyapman. Meni kurslarim nafaqat Instagramdan daromad qilish, balkim shaxsiy rivojlanish, shaxsiy o'sish haqida ham. Har doim kursga kelgan odamlar aytishadi, o'ylaganimdan ancha ko'pini oldim deyshadi. Har doim shu narsaga harakat qilaman. O'zim juda ham perfeksionist va mas'uliyatli odamman. Kasbim orqali o'zimga juda ham yaxshi hayot qilib berganman, avvalo Alloh, lekin sababini aynan Instagram orqali qilganman. Juda ko'p sayohatlarga chiqqanman va sayohatlarga chiqishni davom ettiryapman. 30 tadan oshiq yangi davlatlarni ko'rganman. Umumiy hisobda 45 marta sayohat qilganman. O'zimga uy-joy, 1 yil, 2 yil ichida juda ko'p mashina olib berganman va yaxshi yeb ichib, yaxshi kiyinib, yaxshi hayotda yuraman. Noldan o'zim ko'tarilgan qizman. Hech kim yordam bermagan. Shu kungacha hech kim kelib mana $100 ol, o'zingni tiklab ol, bu narsani olol demagan. Hammasiga alhamdulillah Allohning fazli bilan sekin harakat qilib erishib kelganman, kelyapman. O'zim ham juda ko'p hobbilarim bor. Ot sporti bilan shug'ullanaman, suzish, tennis, umuman sportni juda yaxshi ko'raman va sog'lig'imga juda qattiq e'tibor qarataman.
har doim chekaplar o'tib turaman va bat vitaminli vaqtida ichib oilamga ham juda katta e'tibor qarataman. Bu narsaga esa men albatta Instagramga rahmat deyman, sababi Instagramda ish qilish sizga erkin grafik beradi va sizni imkoniyatlaringiz juda ko'p bo'ladi. Sizda hech qanaqa chegara yo'q bo'ladi. Nech pul topgingiz kelsa topa olasiz va hamma narsa o'zingizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham men Instagramni juda ham yaxshi ko'raman. Xo'p, kelinglar kontentni turlari haqida gaplashamiz. 3 ta asosiy kontent turi bor. Mana shu 3 ta asosiy kontent turini siz albatta qo'llashingiz kerak, qilishingiz kerak va bu bo'yicha kontentlarni qilishingiz kerak. Birinchisi ekspertni kontent. Sizni mutaxassisligingizni ochib beradigan ekspert kontent turi sizda albatta bo'lishi shart. U yerda siz albatta o'zingizni tajribangizni, bilimingizni, o'zingizni o'quvchilaringizni yoki o'sha mijozlaringizni, bemorlaringizni odzivlarini qo'yishingiz kerak. Foydali ma'lumotlar berishingiz kerak. Auditoriyangiz og'riq xohishlaridan kelib chiqib ularga yordam berib kontent joylasangiz, mana shu hammasi mutaxassisligingiz bo'ladi. Misol uchun aytaylik, siz agar doktor bo'lsangiz, qanaqadir sohada va o'sha doktorligingiz bo'yicha aqlli gaplar gapirib chiqsangiz, foydali maslahatlar bersangiz, savollarga javob bersangiz, bemorlaringizni do-posli odzivlarini qo'ysangiz, tajribangiz haqida bo'lishsangiz, mana shu sizni ekspertlik kontent turingiz hisoblanadi. Sizda albatta shu kontent turi bo'lishi shart. Endi ikkinchisi qanaqa kontent turi desangiz, bu sizni shaxs sifatida ochib beruvchi kontentlar. Siz kimsiz, qadriyatlaringiz, xohish-istagingiz, xarakteringiz, bular haqida ham siz doimiy ko'rsatib etib borishingiz kerak. Men sizga hozir aytaman, oxirgi vaqtlarda insondan sotib olishimizni asosiy sababi uni shaxs sifatida tanishimiz va shaxs sifatida uni yaxshi ko'rishimiz bo'lyapti. Siz o'zingizni shaxs sifatida ochib bermasangiz, auditoriya sizni tanimaydi, sizga ishonmaydi va sizdan biron bir narsa xarid qilmaydi, oldingizga kelmaydi. Shuning uchun bizning ikkinchi kontent turimiz bu shaxs sifatida ochilish. Uchinchisi esa bizning lifestylimiz, hayot kontentimizni, nima yeyapmiz, qayerga boryapmiz, kim bilan yuribmiz, nima kiyyapmiz, nimani his qilyapmiz, kunlik lifestyle kontentlarni ham juda ko'p joylashimiz kerak. Nega? Sababi bizani hayot tarzimizni ko'rgan odam bizga qiziqishi baland bo'ladi va o'zi bilan, hayoti bilan solishtiruv paydo bo'ladi. O'shandan keyin sizga yaqinroq bo'ladi. Shuning uchun ham biz bu kontent turini ham albatta qilishimiz kerak. Mana shu 3 ta kontent turi sizda bo'lsa, inshaalloh juda yaxshi blog olib borasiz va xohlaganingizcha sotuvlar qila olasiz. Odamlar sizga ishonadi, sizni axlatlaringiz doim baland bo'ladi va sizdan ertaga nimadir mahsulot sotib olishadi. Endi biza ikkinchi qadam, risolat, qayerdan kontentga g'oya olaman, nima o'zi gapirib chiqaman, hop ekspertlik deyapsiz, live deyapsiz, boshqa deyapsiz, nimani olib chiqaman, qanaqa qilib gapiraman bularni deyotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda siz auditoriyani kasdev qilishingiz kerak bo'ladi. Kasdev degani bu chuqur tahlil degani. Siz auditoriyangiz bilan tanishib, ularning muammosi, og'riq xohishlarini bilishingiz kerak. O'zim ham har 3 oyda auditoriyamni tahlil qilaman. Obunachilarim nima xohlayapti, qanaqa kontent xohlayapti, nima savollari bor, nima og'riqlari bor, nima xohish-istaklari bor, o'shalarni hammasini bilaman va o'shalarga yechim qilib kontent beraman. Misol uchun o'sha aytganimdek, siz doktor bo'lsangiz, auditoriyangiz og'riqi bor. Misol uchun siz pediatr doktorsiz va onalar kelganida oldingizga aytyapti, bolamni issig'i chiqyapti, issig'ini tushira olmayapman. Nima qilsam bo'ladi, yordam bering deyapti. Siz unga javob berasiz. Bolangiz issig'i chiqyapti, ko'proq suv ichiring, issig'i nimadan chiqayotganini aniqlang, 1 2 3 hokazo. Mana shu berayotgan foydali maslahatingizni kontent qilib olib chiqish kerak. Mana shu sizni kasdefingizdan kelib chiqib tuzilgan kontent rejangiz bo'ladi. Savollarni 1 2 3 qilib yozasiz, 1 2 3 qilib javoblar berasiz va shu javoblarni kontent qilib olib chiqasiz. Bu sizni mana shu qilishingiz kerak bo'lgan birinchi ishingiz kontent reja tuzishda. Ikkinchisi, siz raspakovka lичности qilishingiz kerak. Bu nima degani? Bu endi o'zingizni tahlilingiz. Sizga savollar beriladi, o'sha savollarga javob berasiz va shu savollarning javobini kontent qilib olib chiqasiz. Bu raspakovkani qayerdan olaman desangiz, bemalol internetlardan ham qidirib topishingiz mumkin, lekin biz o'sha Revan Stars katta kursimizda ham albatta o'quvchilarimizga shu raspakovka materiallarini beramiz, topshiramiz va undan qanaqa foydalanishni ham o'rgatamiz. O'shalarni ochasiz, savollariga javob berib chiqasiz va o'sha berilgan javoblardan kelib siz kontent qilasiz. Misol uchun, sizga o'ta savol beriladi. Ustozingiz kim? Siz ustozingizni tanishtirasiz, aytasiz, men bunaqa ustozim. Xuddi shu narsani keyin kontent qilib olib chiqasiz.
o'rtoqlar, men ustozim sizlarga tanishtirmoqchiman, mana bu inson meni ustozim deydi. Bu sizni ekspert sifatida ham, shaxs sifatida ham ochib berishga sababchi bo'ladi. Bu siz endi ikkinchi qiladigan ishingiz bo'lsa, kontent reja tuzishda, uchinchisi siz muloqotda doim bo'lishingiz kerak. Auditoriyangizga xabarlar ko'p keladi direktga. O'shalarni kommentariyalarni olasiz va o'shalarga javob tariqasida kontentlaringizni berishni boshlaysiz. Keyin storiesda ham aprosniklar o'tkazish kerak bo'ladi. Storiesda ham o'sha savollaringizni beringlar, shu savollarga javob qilib kontentlarni olib chiqasiz. Endi bu hamma kontent rejalarini qayerga yozaman, keyin qanaqa qilib tahlil qilaman deydigan bo'lsangiz, maslahat berardim. Excelda jadval ochishingizni va jadvalga yozib chiqishingizni. Bu yerda bitta misol ko'rsatamiz. O'sha qachon o'sha jadvaldagi kontent chiqadi, sanasi, nima kontent bo'ladi, nima deyiladi, yozuv'iga nima yozuv bo'ladi va soat nechida chiqaziladi. O'shalarni hammasini yozib, jadval tuzib, o'sha bo'yicha rejali qilib ishlaganingiz juda ham yaxshi. Rejali deganimda mana uchinchi aytadigan ishim, siz albatta kontentlaringizni iloji boricha bir kunda syomka qilishingiz kerak. Misol uchun, sizni rejangiz bo'yicha 30 ta kontent syomka chiqazishingiz kerak bir oy ichida. Har kuni bittadan reels qo'yaman deysiz. Siz 30 ta kontent uchun 3 kun vaqt ishlatsangiz bemalol yetadi. Men kuniga 70 ta reels ola olaman, 70 ta reels olaman ham va shuni biz keyin bir oy davomida kuniga 2 ta 3 tadan qilib qo'yib boramiz. Bir kun o'zingizga kalendaringizda kun ajratasiz. Unaqa kundan bir oyda 3 marta bo'lishi kerak va bir kunda 10 ta syomka bo'ladi. 10 ta videoingiz syomkasi bo'ladi. Qanaqa syomka desangiz, mana o'sha jadvalingizga yozib olgansiz, xohish iste'larida kontentini, o'zingizni raspakovkangizdan kelib chiqqan kontentni va savollarga javob kontentini. Keyin shularni oldingiz va o'shalarga javoblarni kontent rejangizda yozib chiqdingiz jadvalingizda. Keyin o'shalardan 10 tasini tanlab olib bir kun syomka qilasiz. Bitta joy tanlaysiz, har xil kiyimlar olib olasiz. Uyingizda bo'lishi mumkin, boshqa yoqda bo'lishi mumkin, o'zingiz olishingiz mumkin, mobilograf bilan ishlashingiz mumkin, video operator bilan ishlashingiz mumkin. Umuman farqi yo'q. Lekin olasiz, har xil kiyimda o'sha har xil mavzularni gapirib chiqasiz, montaj qilasiz va shunaqa qilib joylab borasiz. Mana shunda sizda kontentga nima olsam ekan, qayerdan olsam ekan, qanaqa olsam ekan, qanaqa syomka qilsam ekan degan savollar bo'lmaydi. Yana bitta katta sizlarga life hack va maslahatim, o'zingizga Telegramda kanal oching va shu Telegram kanalingizda siz g'oyalarni yozib boring. G'oyalarni yozib borayotganingizda aynan o'tda endi boshqalardan ko'chirsangiz bo'ladi. Faqat O'zbekiston bozoridan kontent ko'chirish kerak emas. Xuddi o'zingizning mutaxassisligingizda chet elda kimlar bor bo'lsa, o'shalarni olasiz, tahlil qilasiz va ularning ideyasini olib, o'sha bank ideya deyiladi bizning tilda bu. O'sha bank ideyangizga yuborib qo'yasiz. O'shadan keyin g'oyalarni o'zingiz uchun yozib olib, ularni ham syomka qilsangiz bo'ladi. Ishoninglar, uje hamma narsa yozib, chizib, tuzib bo'lingan. Siz ularni shunchaki ko'chirib qilsangiz, shuni o'zi ham sizga yetadi. Xo'p, bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, Instagramni chuqurroq o'rgangingiz kelayotgan bo'lsa, o'zimda o'qigingiz kelayotgan bo'lsa, shu 3,5 mingta o'quvchilarni qatoriga kirmoqchi bo'lsangiz, Instagramdan daromad qilmoqchi bo'lsangiz yoki daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, yangi darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, Revan Stars katta kursimni 8-potokiga start beryapmiz. Pastda silka qoldiraman. Shu silka orqali ro'yxatdan o'tsangiz, kol markazim sizga aloqaga chiqadi, to'liq ma'lumotni beradi va kursga hozir oldindan yozilish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunda kurs boshlangunigacha bo'lib to'lab, kurs boshlangunigacha to'liq to'lov qilib kursni boshlab olsangiz bo'ladi. Kurs 2,5 oy davom etadi. Onlayn tarzda bo'ladi. Darslar yozilingan. O'sha yozilingan darslarning ketiga uyga vazifalar ham beriladi, daftar ham beriladi, sizga kitob ham beriladi. Har bittangizga shu kitob jo'natamiz. Oldingi potoklarda unaqa narsa bo'lmagan. Mana hozirgi potokda shunaqa narsani yo'lga qo'ydik va o'sha bo'yicha darslaringizni qilasiz. Har bittangizga bittadan kurator biriktiriladi, savollaringizga javob beriladi. O'zim bilan efirlar bo'ladi. O'zim savollaringizga shaxsan javob beraman va o'zim bilan offlayn uchrashuv ham bo'ladi. Oxirida esa chiroyli xohlovchilar uchun bituruv ham qilib beramiz. Orada oraliq imtihon, yakuniy imtihonlarimiz bo'ladi. O'shalardan o'tganlarga biza xudo xohlasa chiroyli sertifikatlar beramiz. Revan Stars 8-potokka yozilgingiz kelayotgan bo'lsa, aytganimdek pastda silka bo'ladi. O'sha silka orqali ro'yxatdan o'tsangiz, kol markazim aloqaga chiqadi. Faqat eslatib o'taman, joylar soni chegaralangan va boshlanish muddatiga ham ozginchagina vaqt qoldi. Shuning uchun ulgurib qoling. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni albatta do'stlaringizga bo'lishing va izohlarda fikringizni yozib qoldiring.